bitta kirakash akamiz bor ekanda, keyin bitta ayol qo'lini ko'tarib mani olib keting deb tursa olib ketibdida, yaxshilik qilib. Keyin oxirida manzilga borgandan keyin pulni bering desa, voy akajon pulim yo'q edi, uzr, mani nima qilsangiz qiling desa, haligi jonga tegding, sen bugun ertalabdan buyon 5-chisisan, kerak emas menga, shoshma, men senga klient olib beraman debdida. Shunaqa chiqibdida. O aka, bittasi bor, arzonga narxga beraman, joyam bor debdida, mashinasini ko'rsatibdi. Keyin 5 minut o'tar o'tmas PPSlar kelib qolibdida, menga qara, qo'lingni ko'tar, sizlarga endi shtraf solamiz, sizlar fohishalik bilan shug'ullanyapsizlar mashinani ichida desa, haligi erkak qanaqa fohishalik, bu xotinim bo'ladi mani desa, bu sizni xotiningizmi, biz o'ylabmiz fohisha bo'lsa kerak deb o'ylabmiz desa, sizlar ham fonarni yuzimga tutmaguninglargacha buni xotinim ekanligini bilmagan edim dermish. To'rtta o'zicha takoy o'rtoli choyxonada bir ofitsiant qizni jig'iga tegaverar ekanda. Bir kuni ataylabdan pichoqlarni yerga tashlab yuborar ekan, ba'zida virkalarni, ba'zida tarelkalarni sindirib qo'yib ofitsiantni jig'iga tegaverar ekan. Keyin oxiri bittasi aytibdi, shuncha vaqtdan beri shu qiz bizga xizmat qildi, keyin shu qizdan uzr so'raylik deb haligi ofitsiantni chaqirsa, kechirasiz seni, biz sizni shuncha vaqtdan beri ko'nglingizga ozor berdik, bizani kechiring desa, haligi qiz ham bo'ldi, mana bundan keyin sizlarga olib kelib beradigan qahvalarga tupurmayman, tualetdagi unitazdagi suvlarga idishinglarni chalqamayman, men ham sizlarga o'xshagan yaxshi qiz bo'laman dermish.